Xo'p akalar, podsetkani qo'yib bo'ldim. Hozir mana tushiblardi. Podsetkani to'kiga tekkizib turibman mana bu yerda. 35, salkam 36 volt tok chiqib turibdi. Nima qilay buni? Bir maslahat berib yuboringlar endi, pastlataymi? Qaysi qarshilikni olaman bu yerda? Ko'rsatib yuboringlar endi. Men tushunmasam bunaqa narsaga. Mana undan olaymi, bundan olaymi, yo mana diodni olib tashlaymi polni, yo mana mikrosxemani olib tashlaymi? Nima qilsam bo'ladi? Yo mana 4 ta kondensatorni sug'urib otib yuboraymi? Umuman keragi yo'qmi? Nima qilishga boshim qotib qoldi. 6 volt, 6 ta ko'zli 3 qator parallel ulangan. 35 volt salkam 36 volt tok chiqib turibdi. Menimcha normalni tokini pastlatmasam ham ishlayversa kerak. Yo pastlataymi? Nima qilay?